Assalomu alaykum hurmatli akalar va ukalar va kuzatuvchilar. Mana yangi ikkita bir xil Cobalt'imiz Redland diskada. Bu mana yangi 2026 chiqqan Cobalt'imiz. Bunga qilingan ishlar akalar, oldiga sonsizlashda lombardan sonsizlashda hamma yo'llarni qilib berdik. Xudo xolasa orqasiga tonirovka X-Pro materiallarda chiroyli qilib tonirovkalarni tortib berdik. Ya'ni tarjimonlarga karbon urib berdik. Chiroyli qilib shu salon laminatlarini ham glansiga qilib chiroyli qilib hamyoqlarni qilib beradilar. Dash yo'llari xudo xolasa bu mashinamiz tayyor. Buni shumka bo'lyapti. Shumka qilinayotgan jarayonda. Xudo xolasa bu eshigimiz hozir tayyor qoldi. Ichlari o'zimning eski zavodskiy shumkalarni qo'parib olgan holda chiroyli qilib shumkalarni qilib. Kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aka bizga obuna bo'lib kelaverasizlar aka. Hamma ishlaringizni bitkazib beramiz. Hammaga rahmat.